Sinfdoshlar degan gruppa, sizlarda ham bormi haligi xotira maydonchasi bo'lib ketgan gruppa bor-ku? Hech kim yozmaydi haligi. Bari palonchiyevalar, zodagonlar to'plangan gruppa. Ishi hokimnikidan ham jinday ko'proq odamlar bitta gruppaga to'planib qoladi-yu. Hech kim yozishi, hali reklama tashab turadigan bot ham oxiri ukalar to'g'risi ba'zi blogerlar uyatmasa ham men uyatyapman, faqat reklama tashargan u bu narsa deb turinglar deb yozadi-yu oxiri. O'ttashi gruppa, u gruppa ochilayotganda ahil bo'lamiz, inoq bo'lamiz, hech qachon tarqalmaymiz, mana shu deb bir-birimizdan xabar olib turamiz deb ochilgan. Ashundan keyin eski gruppa sotadiganlarga 3 marta sotdik gruppa. Itam bilgan yo'q, to'g'risi. Ikkita gruppani darg'asi oladi haligi tumanliklarda qanaqadir yangilik yo'lib, qotillik yo'lib Telegram gruppalarga, kanallarga tarqab ketsa videolar ashuni tashab turadigan. U bolalar, qizlar va oxirgi martalik opendetga dadasini erkasi degan niklari borligida yozishgan haligi. O'zbekiston aholisiga Saturn deganda sayyora hayolga keladigan paytlar bor. Ozodbek Nazarbekov qo'shiq aytib yurgan paytlar ashunda yozilgan.